Men eslayman, shunaqa paytlar bo'lgan. Men biroz uyda xirgoyi qilganimda, kuylaganimda otam aytardilar, "Sen ashula aytmagin" derdilar. Chunki burun bilan aytganman. Ovoz bor edi, lekin u jaranglamasdi hech. Chingillamasdi. Taxminan 25 yoshlardan keyin ochildi bu ovoz. Mashq bilan, o'z ustimda ishlash asnosida va natijaga erishganim uchun ham men bugun omma oldida aynan nutqdan dars beraman. Assalomu alaykum. Hech qachon quyidagi harakatlarni qilmaslik. Masalan, so'rashdingiz, yaxshimisiz? Ha? Yoki tasavvur qiling, 50 yashar va 30 yashar odam orasida muzokara bo'lyapti. O'g'li bilan teng, bunday olib qarasa. Va u bolasi bilan munosabat qilgandek, u bilan yaxshimsan? Ahvollaring yaxshimi? Qaniki? Qabilida birinchi marta ko'rib turibdi, lekin undan yoshligi bilinib turibdi. 20-25 yosh kichik. Birinchi uchrashuvda yo'q sansirab murojaat qilishi, bosim qo'llash mana bu. Ya'ni sen noverbal harakatingiz bilan baribir sen biza nima desak shunga yurasan. Pozitsiyasiga buni tushirib olish maqsad, bosim qo'llash. Najot Nur kim? O'zini topishga, o'zini anglashga harakat qilayotgan bir inson. Otam Xivadan, Xorazmdan, onam Buxorodan. Qayerliksan desa, men Xorazmlikman deyman, lekin Toshkentda tug'ilganman. Otamni cho'ntaklaridan shu pachka pulning ichidan u paytda o'sha rubl bo'lardi. Taxminan 5 yo 6 yoshdaman 3 so'm pulni o'g'irlaganman. Va bog'chaga olib borsam, yoz fasli edi, shortigim cho'ntagida ko'rib qolgan bog'cha opam. Kim berdi senga pulni deb so'raganda, dadam berdilar deganman. Yo'q degan, ehtiyot bo'l, tushirib qo'yma degan. Xo'p deb tushga yaqin bog'chadan qochib chiqib, ataman bolalar bilan bir 10 kishi bog'chaning oldida muzqaymoq bilan gazli suv sotardi. Biz o'zimizcha ularga xotamtoylik qilib hammani mehmon qilganmiz. Bittadan muzqaymoq, bittadan gazvada va bizga qaytim bergan. Qaytimlar tangalar bo'lgan. O shortigim cho'ntagida shu bog'chapamni orqadan yana yashirinib kirib, bola ko'pchiligi paytida sezilmagan bu narsa, ya'ni bir pasda borib yeb kelganmizda ichib. Keyin ko'rib qolgan, shaqir cho'ntagimdagi tangalarni "Ye" degan, "Bu yoqqa" degan, "Qani pulingsa?" Keyin tan olganman, muzqaymoq yedi. "Yo'q" degan, "Bu yoqqa ber pulni" deb olgan. Kechqurun soat o'sha 5-6larda hamma farzandlarini kelib olib ketadi. Yoz kuni bog'cha bola chiqarib, olib chiqib hovlida o'ynatib o'tirgan paytda endi dadam ancha tanilib qolgan edilar. O'sha paytda endi Xorazm viloyati televideniyasida ishlagan paytlarida, otamni olishga kelganlarida yer yorilmagan yerga kirib ketmaganman. O'g'lingizga pul beribsiz degan. Ya'ni ular o'zaro gaplashgan, meni oldimda men ado bo'lganman, chunki u pul o'g'irlangan. Yo'q degan. Hammani mehmon qildi bugun. Yaxshi bo'pti-ku. Mana qaytimi deb bergan. Ular o'zaro tushungan nima holat ro'y berganini. Va otam menga bir og'iz gap aytmaganlar. Meni boshim yerga qo'yib solingan holatda ularga ergashganman. Bog'chadan chiqiboq o'sha muzqaymoq sotiladigan joyga olib borganlar dadam. Va 2 ta muzqaymoq olib berganlar. Ol deganlar, ye deganlar. Gazli suv, ol ich. Ko'zimda yosh bilan ichyapman va yeyapman. Indamayaptilar, ya'ni meni shunaqa endi tushundingiz nima bo'layotgan. Moralni ezish deydi. Men aynan shunaqa ezilganman. Ketyapman, yoz kuni muzqaymoq erib ketyapti, 2 ta muzqaymoq. Ikkalasini ham yalab ketyapman. Oqib ketyapti, oftob hali botmagan. Taxminan 5-6lar payti. Aytadigan gapim, dada kechiring. Dada kechiring. Ko'zimda yosh, yig'layman, dada kechiring, muzqaymoq yalayman. Shu holatni eslab qolganman-da. Dadam indamaganlar, bir og'iz gap aytmaganlar. Uyga borgandan keyin o'tkazib, bolam, pul o'g'irlash gunoh. Boshqa bunaqa ish qilmagin. Bu otamni birinchi izza qilish holatim edi. Maktab paytida
sinfdoshlarimdan biri mani laqabimni aytib chaqirganim uchun borib uni tepganman. Etigim bilan qish kuni bo'lgan holat va u o'zini himoya qilaman deb qo'lini bunday ushlagan payti qo'liga tegib qo'lini sindirib qo'yganman. Ertasi kuni qo'limda gips bilan kelgan va uni ota-onasi oldida otam yana izza bo'lishiga to'g'ri kelgan. Borib endi uyiga mehmon bo'lib uzr so'raganmiz. Bu taxminan bir 5-6 sinflarda bo'lgan holat. Va bu haqiqatda men uchun og'ir bo'lgan bu narsa. Men uchun otam, onam izza bo'lyapti. Yana bir holat shunaqa bo'lganki, maktab tomiga katta prujin bo'lardi, o'ynab yurardim. Bola bilasizku, hamma narsani o'yinchoq qilib o'ynaydi. 3-sinf ekanman. Tomga tushgan. Va men orqa tomondan borib tomga chiqqanman. Bu juda xavfli bo'lgan. Tom ustida men prujinamni olish uchun meni o'sha paytda direktor ko'rib qolgan. Va meni olib tushgan. Direktor yaxshilab tushuncha bergan menga. Urmagan, so'kmagan. Lekin otangni chaqirgan. Ertaga otang bilan kel. Otam yana kelganlar va sen bo'sh qolib ketding shekilli deb turib, o'shani hijolat bo'lganlaridan keyin seni band qilamiz endi deb o'sha musiqa maktabiga olib borib berganlar. Qarang, 3 ta holatda 3-holat sodir bo'lganida men taxminan 6-sinfda edim. Va men o'zimga o'zim so'z berganman. Bundan buyog'iga hech qachon otamni izza qildirmayman bir bilan oldida. Meni sababimdan hijolat bo'lmaydilar, balki aksincha faqat men uchun yaxshi gap eshitishlariga harakat qilaman deb maqsad qo'yib intilganman. Masalan, til yo'nalishidami yoki boshqa yo'nalishlardami natija ko'rsatishga harakat qilganman. O'sha paytda davr informatsion dasturida 2005-yilda kasting bo'layotgan paytda 35 kishining ichidan 2 kishini olishgan. Eng oxirida men kasting topshirganman. Bu bir muvaffaqiyat bo'lgan, ammo otamning umuman xabarlari bo'lmagan. Men ular uchun bir yangilik, bir sovg'a qilmoqchi bo'lganman. Borib topshirib, javobini olganimdan keyin aytganman. Shunaqa meni davr informatsion dasturiga kastingdan o'tdim, olishdi va men ishlashni boshlayapman. Xursand bo'lganlar. Lekin ba'zilar o'ylagan, endi otasi televideniyega oid odam bo'lgani uchun o'zi gaplashib bergan, o'g'lim tiqqan shu yoqqa degan gap so'z ham bo'lgan. Ammo otam hech qachon seni pul bilan o'qishga kiritmayman. Nima bo'lsa sotamiz. Lekin hech qachon pora berib seni o'qishga kiritib yoki qanaqadir nojo'ya ishlar qilmaymiz. Lekin ilm olishing uchun pul beraman degan gapni aytganlar. Va muvaffaqiyatga erishishimda albatta otam hissasi juda katta. O'sha muhit, o'sha o'gitlar, o'sha tavsiyalar, tanbehlar o'z natijasini bergan. Bugun insonlarga ovoz kerak, ommaga ta'sir o'tkazish uchun, ularni boshqarish uchun, ularni ergashtirish uchun ovoz kerak. Keyin nutq kerak. Ovoz, talaffuz va ravon nutq eng zo'r qurol. Ommani ergashtirish uchun, ularga ta'sir o'tkazish uchun, yoqimli bo'lish uchun. Levitanni olaylik. Levitan Ikkinchi jahon urushi paytida sobiq Sovet ittifoqi hududida megafonlar orqali ovozi yangragan, eng ko'p yangragan inson. Va u taxminan 25 yoshlarda bo'ladi. Stalinni o'zi uni tanlab olgan ekan ovozlar ichidan. Внимание, внимание. Говорит Moskva. Yoki говорит Politbyuro. Gitler birinchi bo'lib Levitanni o'ldiraman degan ekanda. Shunchalik ovozi ta'sirli bo'lganki, hatto uni jahlini chiqargan bu narsa, uni g'ashiga tekkan. Ammo Levitanni o'ldirish uchun, ya'ni qarang, uni ovozi qanaqa, ya'ni safarbarlik bor, uni ruhiyatni ko'tarishga qodir bo'lgan bir kuch bor edi uni ovozida. Sibirda bunkerga olib borib qo'yishgan ekan. Moskvadan azbuka Morze orqali xabarlar kelib turgan, mutaxassislar uni harf ko'rinishida, matn ko'rinishida unga chiqarib berishgan va Levitan studiyaga kirib mikrofon qarshisida uni o'qigan. Bu Ikkinchi jahon urushi davrida bo'lgan holat.
psixologik bosimlar ostida o'sgan bola, doim dakka eshitgan bola, doim kaltak yegan bola, doim tanbeh eshitgan bola ertaga 4 ta, 5 ta, 10 ta odam oldiga chiqib gapira oladimi? Yo'q, hech qachon. O'z qobig'iga o'raladi. Agar gapirsam hozir meni kimdir so'kadi, kimdir uradi, kimdir kamida dakki beradi degan xavotir bo'ladi uning ichida. Bu narsa uning ishonchsizligiga sabab bo'ladi. Fikrini dadil bildira olmaydi. Qarshilikka uchragan paytida taslim bo'ladi. O'z fikri uchun kurasha olmaydi. Hayotdan haqqini ola olmaydi. Ya'ni harakat kerak, jiddiy jahd kerak buning uchun. Besabab bo'lmaydi. Shunchaki turgani uchun unga kimdir nimadir olib kelib bermaydi. Shunchaki bo'yi basti suduri uchun kim unga iltifot ko'rsatadi? Shaxsiy pozitsiyangizni, kim ekanligingizni ko'rsata olishingiz kerak. Bu nutq bilan bo'ladi. Bu ishonch bilan bo'ladi. Bu ruhiyat bilan bo'ladi. Kelayotganlarni aksar qismida aynan ruhiyatda muammo bor. Ruhiyatidagi muammo sababidan hatto rahbar gapini gapira olmayapti. Mendan katta yoshdagi insonlar ishlaydi qo'l ostimda, ular oldida gapira olmayman, ularning salobati bosadi deydi. Bilim bor, gapirishga gap bor, so'z bor, unutib qo'yadi, tayyorgarlik ko'rmaydi. Bitta qarshilikka uchrasa o'zini yo'qotib qo'yadi. Bu hammasi ruh bilan bog'liq. Ruhiyat, ya'ni psixologiya. Notiqlik 50% psixologiya bilan bog'liq. Agar ruhiyatingizda muammo bo'lsa, siz ommaga ta'sir o'tkaza olmaysiz, ergashtira olmaysiz. Hech kim sizni eshitishga majbur emas. O'zingiz ishonmagan narsaga kimdir ishontira olmaysiz. Avval o'zingiz ishonishingiz lozim o'sha gapga. Keyin boshqalar ishonadi. Cho'milib chiqdimda, xalatlarda chiqib kelyapman muzokaraga. Qanaqa tasavvur paydo bo'ladi? Bu holat, bu nima haqida gap ketyapti? Bu yerda imij haqida gap ketyapti. Biz bu mavzuni o'tdik yetarlicha. Demak, muzokaraga kirishayotgan paytingizda siz detal bo'ldi bu, bundan foydalandim. Imijga e'tibor bering. 2007-yil oktyabr oyi. Men 22 yoshdaman. Do'rmonda uchastka quryapmiz endi. Do'rmonda uy quryapmiz. Otam bilan xormasillar aytamiz deb ustalarga borganmiz. Ishdan chiqib men tomga chiqqanman. Narvon mana bu shaklda qo'yilgan bo'lganda. Men og'irligimni ko'targanman. Men u paytda yosh bo'lganman, 55 kilo bo'lganman. Va shipillab chiqqanman bu yoqqa. Otam esa mendan 2 barobar og'ir edi. 110 kilolik inson. Tasavvur qiling, mendan keyin chiqdilar va oxirgi zinani oxirgi shu narvonni oxiriga yetib kelgan paytda birdan siljib qoldi narvon. Dedilar-yu, ko'zimni oldida mana shu yarim 1 metr masofada pastga sho'ng'idilar otam. Narvon bilan ketdilar va yerda yotibdilar. Juda qattiq qo'rquv va qichqirish holati bo'ldi, baqirish holati bo'ldi. Bu og'riqdan bo'ldi. Shunchalar bo'lganki og'riq bel qismida umurtqa pog'onasi kompression perelom deydi, ya'ni kompression sinish. Shunchalar ovoz chiqqan, oyoq 3 ta joydan sinib ketgan, otam sezmaganlar. Tomdan o'sha joydan tashadim o'zimni. Otamga yordam bera olmayapman. Qarasam oyoq aylanib yotibdi. Inson stress holatiga tushgan paytda kulvorar ekan. Men bu mushaklar o'z-o'zidan tortilib qolar ekanda. O'zimning holatimga o'zim hayronman, nima qilarimni bilmayman. Otam endi u narvon aralash tushganlari uchun talofat ko'proq bo'lgan. Belim deyaptilar-da. Bunda o'rnlaridan qo'zg'alaman deyaptilar, qarasalar oyoq singan, oyoq aylanib yotibdi. Oyog'im sinibdi deyaptilar-da. To'g'rilab qo'y deyaptilar-da. Tasavvur qiling, endi singan oyoqni men bunda to'g'rilab qo'yapman-da va zudlik bilan tez yordam mashinasiga keldi, chaqirdik. O'sha joyda tez yordam mashinasiga ortib endi olgandim haydovchilik guvohnomasini. Mashinani ortidan o'tirib, tez yordam mashinasining ortidan travmatologiya institutiga qarab yo'lga tushdim. O'sha kundan boshlab og'ir kunlar boshlandi hayotimizda. 8 oy taxminan otam o'sha shiftga qarab yotdilar. Yelizarov apparat qo'yildi, 11 ta joydan o'sha simlar kirib 11 ta sim. Tasavvur qiling. O'zim bilaman, bir yaqinlarimiz biz o'zimiz bilamiz nimani boshimizdan o'tkazganimizni. Va bu meni
haqiqiy erkakka aylantirgan va haqiqiy ma'noda ulg'aytirgan bir yillar edi, ulg'aytirgan kunlar edi, oylar edi. Chunki kechasi onam bilan almashib, otamni yonida borib ko'ykada yotaman. Qarashimiz kerak otamga. Lekin eng quvonarlisi, otam ruhan sinmadilar. Dalda berish uchun kelgan odamlarni ruhini ko'tarib yuborardilar hattoki o'zlari. Ammo haqiqatda tashvish bo'ldi. O'qishga boraman, o'qishdan chiqib ishga boraman, ishdan chiqib orada yana ovqat olib kelib ketaman. Uyga boraman, onam bilan almashamiz. Haqiqiy bir sinov kunlar bo'ldi biz uchun. 2 oylardan keyin uyga olib chiqqanmiz otamni. Massajchi yollab shunaqa bo'lar ekanki, yotaversa suyak botib teriga yaqinlashib qolar ekan. Otam 110 kilo bo'lgan odam qariyb menday bo'lib qoldilar. Shu yotaverib otamga suyanib qolgan ekanman va mashinaga o'tirganman, mashinaga umuman qaramaganman, texnik holatiga umuman qaramaganman. Bir taxminan 4-5 oy. Balansirovka deydi mashinani, uni balonini bu qilish, moy quyish, benzin quyganman, haydaganman xolos, bo'ldi. Va bir kun hushimdan ketib qolganman. Har kuni bu uyqudagi muammo, stresslar, 22 yoshlik yosh holimga buncha tashvishni kelishi haqiqatda meni qayg'uga botishimga sabab bo'lgan. Bir kuni hushimdan ketib qolganman. Ya'ni miya o'chgan, o'zini o'zi o'chirgan miya. Lekin alhamdulillah Allohning fazli bilan otam oyoqqa turib, o'rinlaridan turib, oldin hassa bilan yurib, keyin sekin ko'rmaganday bo'lib ketdilar. Lekin shu kunlarni eslaymiz va u kunlar, bilasizmi, men uchun haqiqiy saboq bo'ldi. Oilamizni yana ham yaqinlashtirdi, jipslashtirdi va meni ulg'aytirdi. Meni kamida 5-10 yoshga ulg'aytirgan shu oila. Chunki o'g'il bo'lib turib, haqiqiy turmush, haqiqiy mas'uliyat nima ekanligini his qilishimga sababchi bo'lgan o'sha voqealar. Orzularim, qayg'ularim. Bolalikdagi orzu qilgan ko'p narsalarga erishdim, alhamdulillah. Lekin bugungi kunda bilasizmi, maqsadlarga aylanib bo'lgan orzular. Orzu qilib nimanidir o'ylab o'tiradigan yoshda emasman. Xayol qilib bo'larmikan, ushalarmikan. Deyarli hamma orzularimni maqsadlarimga aylantirib bo'lganman. Ularga erishish yo'llarini bilaman, harakatimni qilaman. Agar bersa uni fazlidan, natija mendan emas, men harakat qilaman xolos. Natija uni o'zidan. Alloh beradi yani. Ajoyib bir maqsadim bor, o'sha avval qachondir orzu bo'lgan akademiya, universitet ochish. Va bu yo'nalishda ishlaydigan, aynan shu yo'nalishga, akademiyaga oid bo'lgan kollej yoki texnikum ochish, filiallarni ochish viloyatlarda. Nutq so'zlash unaqa katta ish emas deb o'ylashadi-da. Vaholanki bolasini ekspertlikka o'qitishadi qayerdadir, mutaxassislikka o'qitishadi, lekin unga so'z san'atini o'rgatmaydi hech kim. Gapirish san'atini o'rgatmaydi. Bola gapira olmagani sababidan gapira oladiganlar oldida yutqizadi doim. Aslida bu ham bir ilmdir. Aslida bu ham o'qitilishi kerak bo'lgan bir ilmdir. Tushunyapsizmi? Bu o'sha yuqorida aytgan ruhiyat, bu o'sha jism va mahoratni, tajribani, harakatni uchalasini bir nuqtada uyg'unligi, birlashgan holatidir. Maqsadim shu orqali jamiyatda o'zini so'zini bilib, o'ylab gapiradigan insonlar va bu nutq orqali kimgadir foydali bo'la oladigan odamlar ko'paysin. Aynan shu narsaga xizmat qilyapman deb o'ylayman jamiyatda.